Bu ikki odamdan qaysi biri sizga ko'proq xarizmatik ko'rinadi? Mayli, bu juda oson savol bo'lgandir. Unda bu ikki janob haqida nima deysiz? Qaysi biri sizningcha ko'proq liderlik fazilatlariga ega? Yoki masalan, qaysi biri saylovda yutish imkoniyati ko'proq? Agar siz shu yigitni tanlagan bo'lsangiz, tabriklayman. Siz hozirgina AQSh Kongress saylovlari natijasini oldindan bashorat qildingiz. Siz buni qandaydir fokus deb o'ylashingiz mumkin, go'yoki men ataylab shunaqa suratlarni tanlagandek. Ammo aslida bu Science jurnalida e'lon qilingan haqiqiy tajribadan olingan holat. Odamlardan nomzodlar haqida hech qanday ma'lumot bermasdan, faqat tashqi ko'rinishga qarab, kim g'alaba qozonishini taxmin qilish so'ralgan. Tajriba bir necha davlatlarda takrorlangan va olimlar natijalardan shok holatiga tushgan. Odamlar faqat yuziga qarab tasodifiy nomzodlarni saylov natijalarini 85% aniqlik bilan topishgan. Yana va yana. Keyin tajribani bolalar bilan o'tkazishgan. Ularga qaysi amaki kemaning kapitani bo'lishga ko'proq mos degan savol berilgan. Chunki bolalar ham kattalar bilan bir xil aniqlikda saylov natijalarini topishgan. Bu qanday ishlaydi? Rostdan ham insoniyat evolyutsiya davomida qandaydir ichki sezgilarni topganmi? Simmetrik sog'lom yuzlarni avtomatik ravishda kuchli va aqlli hamda xarizmatik deb qabul qiladigan. Va bu shuni anglatadimi? Xarizmatik bo'lish uchun va odamlarga yoqish uchun faqat chiroyli ko'rinish kifoyami? Albatta yo'q. Birinchidan, maxsus tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, tashqi joziba odamni xarizmatik deb qabul qilishiga atigi 10% ta'sir qiladi. Ikkinchidan, o'sha tajribada odamlar nomzodlarni faqat tashqi ko'rinishiga qarab baholashgan. Hech qanday kontekst bo'lmagan odamlar haqida. Agar siz kimnidir ko'rishingizdan avval u haqida ozgina bo'lsa ham ma'lumot berilsa, tasavvur butunlay o'zgaradi. Miyani portlatadigan darajada o'zgaradi. Masalan, bu tadqiqot kabi talabalarga bir odamni xavfli qotil deb tanishtirishadi va odamlar uning yuzida darrov sovuqqonlik, shafqatsizlik, yovuzlikni ko'ra boshlashadi. Keyin boshqa talabalarga xuddi shu odamni buyuk olim deb tanishtirishadi va birdaniga o'sha yuzda mehribonlik, aql, ishonch paydo bo'ladi. У него очень жестокие глаза. Yuz o'zgarmadi, faqatgina kontekst o'zgardi. Va gap shundaki, xarizma bu siz haqingizda yaratilgan maxsus kontekst. Kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, nima bilan shug'ullanishingizdan qat'iy nazar, qayerga intilishingizdan qat'iy nazar, xarizma odamlarni sizga qarashini boshqacha qilishga majbur qiladi. Deyarli hamma eshiklar ochilishiga yordam beradi. Xarizma odamlarni sizga boshqacha qarashga majburlaydi. Siz past bo'yli, kulgili, mo'ylovli odammisiz yoki butun bir millat ergashadigan lidermi? Salkam imperator, odamlar siz uchun jon berishga tayyor shaxs. Buni o'rganish mumkinmi? Xarizmani rivojlantirish kerakmi yoki bu bilan tug'ilish kerakmidi? Agar men sizga shuni aytsam-chi, men xarizma uchun o'z formulamni ishlab chiqdim. Unga amal qilgan har kim atrofidagilarni ko'proq e'tibor, hurmat va qo'llab-quvvatlash olishi mumkin. Ammo eng muhimi, men bu formulani asosiy fundamental elementlarini aniqladim va usiz qolgan narsalar ishlamaydi. Avvalo tushunib olaylik. Xarizma o'zi nima? Rostdan ham xarizma nimaligini tushunish bu oson ish emas. Ammo bitta faktor borki, va u haqida men hozir sizlarga aytib beraman. Ijtimoiy tarmoqlardagi ko'p videolarda sizga xarizma bu iliqlik va e'tibor deyishadi. Yaxshi tingla, mehribon bo'l, altruist bo'l va seni hamma sevadi deyishadi. Ammo menimcha siz ham tushunasiz, xarizma doim ham bunaqa ishlamaydi. Jokerni olaylik. U mehribon emas, u altruist emas, u yovuz. Ammo u xarizmatik. To'g'ri, u yo'q odam, ammo rol aniq qilingan va u aqldan ozgan bir kasal. Lekin odamlar unda xarizmatik nimadir ko'ra olishadi. Demak, gap boshqa joyda. O'ylab ko'rib shuni tushundim. Hamma boltani chaqlashni o'rgatadi, ammo hech kim o'tini qayerdan olish kerakligini aytmaydi. Shuning uchun sizlarga men o'zimning formulamni bermoqchiman. Birinchi va eng muhim omil e'tiborni ushlab turish. Biz e'tibor uchun kurashayotgan dunyoda yashayapmiz. Saytlar, reklama, seriallar, ijtimoiy tarmoqlar hammasi sizning e'tiboringiz uchun kurashadi. Chunki bugun e'tibor eng qimmat resurs.
Hozir har bir odam kontentga to'ygan zamon. Agar sizga bir video yoqmasa, siz nima qilasiz? To'g'ri, o'tkazib yuborasiz. Va siz kim bilandir gaplashayotganingizda aslida unga ham kontent taklif qilyapsiz. U qiziq bo'lishi ham mumkin, zerikarli bo'lishi ham. Lekin qanday qilib unga yoqyaptimi, yo'qmi aniqlasa bo'ladi. Buning uchun biz bildirmasdan diktafon yoqamiz, keyin esa uni tinglab tahlil qilamiz. Suhbat davomida biror mavzuga teginsangiz, suhbatdoshingizga nega aynan sizni tinglashi kerakligini aniqlaysiz. Uning boshida qiziqish uyg'otadigan, savol tug'diradigan nimadir yaratyapsizmi? Qaysi gaplaringizga suhbatdosh yanada batafsilroq javob qaytaradi? Hikoyangiz nimasi bilan tugashini siz yakunlanmasdan turib ham tushunish mumkinmi? Sizning gaplaringizdan yoki hikoyalaringizdan keyin qanchalik tez "Xo'sh, nima bo'pti?" deyish mumkin. Siz ko'targan mavzular ko'proq sizga qiziqmi yoki suhbatdoshga yoki ikkalangizga hammi? Aytilgan gaplaringizni qaysi qismi haqiqatan ham mazmunli bo'ldi? Mavzuni rivojlantirish imkoniga ega edi? Yoqimli hissiyot yoki foydali ma'lumot berdi. Agar hikoyangiz qisqa video bo'lganda, uni o'tkazib yuborarmidingiz yoki oxirigacha ko'rarmidingiz? Albatta, bu har bir so'zni alohida tahlil qilish kerak degani emas. Ammo siz bu jihatlarni payqay boshlaganingizda, chinakam qiziqarli dialoglarni qanday olib borishni ancha yaxshiroq tushuna boshlaysiz. Hamma suhbatlar ham Tarantino uslubida bo'lishi shart emas, lekin hatto kundalik hayotingizdagi oddiy voqealarni boshlayotganingizda ham voqealarning o'ziga emas, balki ulardan qanday xulosa chiqarishingizga urg'u berishga harakat qiling. Avval siz o'ylaganingizni gapirasiz, undan keyin nima gapirish haqida o'ylashni boshlaysiz. Undan keyin esa miyangizning neyronlari shunday ulab oladiki, siz o'ylab gapirishni boshlaysiz. Lekin shu bilan birga nima deyish haqida ortiqcha o'ylab ham o'tirmaysiz. Keyingi muhim omil reaksiya tezligi. Bir dona, tez, aniq, o'tkir javob butun vaziyatni o'zgartirib yuborishi mumkin. Bu yerda hammasi oddiy. ChatGPT ga kirasiz va u bilan o'tkir javob va reaksiya tezligini rivojlantirasiz. Aytgancha, o'z Telegram kanalimga mashg'ulotlardan iborat post tashab qo'ydim. Havola video tagida. Keyingisi bu nutq, ovoz va tana tili. Ba'zan odamlar siz nima deyotganingizdan ko'ra uni qanday yetkazishingizga ko'proq e'tibor beradi. Nutq paytidagi imo-ishoralar sizni ancha ishonchliroq ko'rsatadi. Ko'zga oldiga turasiz, gapirasiz va imo-ishora qilasiz. Shunchaki ishoralarni sinab ko'ring emas, balki to'liq nutq aytasiz va faol tarzda imo-ishora qilasiz. Qanday chiqsa shunday. Muntazam takrorlasangiz, bu asta-sekin odatga aylanishni boshlaydi va suhbat davomida qo'llaringiz go'yoki o'zidan qimirlashni boshlaydi. Keyingi omil bu hazil. Hazillar o'zi alohida kuch. Agar siz odamni kuldira olsangiz, u sizni allaqachon biroz ko'proq yosh ko'ra boshlaydi. Hazil bu ham o'rganiladigan ko'nikma. Hazillar ular go'yoki matematik misollarga o'xshaydi. Formulasini tushunib olsangiz, sizning hazillaringiz doimo kulgili bo'ladi. Bu haqida ham Telegram kanalimda bor. Yoki siz Mirshakar aka tug'ilgandan beri shunaqa hazillashadi deb o'ylarmidingiz? Keyingisi ishonch va bu haqida ham qisqa aytib ketaman. Masala qo'rqmaslikda emas. Masala qo'rqib ham turib harakat qilishlikda. Har bir natija bilan ishonch paydo bo'ladi. Ammo nega bu usullarning hech qaysi asosiy narsa bo'lmasa ishlamaydi? Chunki bugun hamma kimnidir o'xshatmoqchi bo'ladi. Pozalar, xarakter, ko'rinish. Bu hammasi soxtalik. Rostdan ham savol shu, sizga yoqimli ko'rinish muhimmi yoki o'zingiz bo'lish? Haqiqiy xarizmatik odamlar ideal bo'lishdan qo'rqmaydi. Ular g'alati bo'lishdan ham qo'rqmaydi, chunki ular o'z yo'lida yurish bilan band. Odamlarga nimani xohlayotganini biladigan odam yoqadi. Nega xohlayotganini biladigan odam undan ham ko'proq yoqadi. Va shu yo'lda qat'iy yurgan odamlar eng xarizmatik insonlar hisoblanadi. Va xarizma shunda paydo bo'ladi. Agar siz hali ham yo'lingizni topmagan bo'lsangiz, unda vaqtinchalik maqsadingiz bitta bo'lsin. Maqsadni topish. Sizga bu video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni unutmang va obuna bo'ling. Siz bilan Taqiyot, siz Topuz kanalida edingiz. Xayr.